Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin bugünkü xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Mən Muhammed İzzət. Bugün 2023-cü il 7-ci ayının 5-ci günü çarşamba. Tövəndə ekranlar xəbərlərimizdən təfsilatı olsun. Xitay təcavüzçüləri vətənimiz Şərq Türkistanның bütün baylıqlarını bulang-talang qılıb, Xitayның işgiri ülkelərə toşub ulgurmayotgan bugünkü gündə Şərq Türkistan xalqının Uyğur milli tibobat kəsblərinə qara qollarını sozmaqda. Yaqinqi bir necha yil ichida Xitoy tajovuzchilarining Xitoy o'lkalarida tarqalgan Xitoy virusi qarta olib berilgan tadbirlar ichida Uyg'ur milliy tibobatining to'pisi alohida zo'r bo'lib, Uyg'ur milliy tibobat dorilar ichida zukamga qarshi turish javharlari, badanni kuchlantirib, immunitet kuchini yuqori ko'tarish dorilar Xitoy virusiga alohida manfaat qilib, Xitoy millatining diqqatini texmi qo'zg'agan. Xitoy hukumati shuningdek Uyg'ur milliy tibobat kasbiga alohida mablag' ajratib, milliy tibobat dorilarining ishlab chiqarilish miqdorini tezlatgan. Xitoy Bingtuan to'rining 6-ayning 30-cü gündəki xəbərdə deyilishicha, yaqinqi bir necha oy ichida atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonluq dorigarlik cheklik shirkatining Uyg'ur milliy tibobat dorilarining sotilish miqdori 450 million yuan bo'lib, oldingi 5 oy ichida 41% oshgan. Atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonluq dorigarlik cheklik shirkatining lideri Yinchiang ziyoratni qabul qilib, atalmış Şinjanning zamini kengri, yer shakli ko'p xil, alohida klimat iqlimi borligini, ularning mo'l va o'zgish dori boyligini yetishtirishga bakli mos kelganligini, hozir bu rayonda har xil an'anaviy dori materiallarini yetishtirish ko'lamining 1.600.000 model ishib ketganligini, Xitoyning an'anaviy tibobati va Uyg'ur milliy tibobat dorilarini ishlab chiqaradigan 28 cho'ng zavodi bor bo'lib, bu zavodlarda ishlab chiqarilgan 158 xildan ortiq mahsulotning Xitoyning har qaysi rayonlariga sotilib chiqarilayotganligini, buning ichida 6 cho'ng sortning yillik sotilish miqdori 100 milliondan oshadiganligini, shundaqla Xitoy hukumati milliy tibobatchilik kasbining taraqqiyotini kuchli qo'llaydiganligini bildirgan. Yana atalmış Uyg'ur avtonom rayonluq dori boshqarish idorasining muavin boshlig'i so'z qilib, ishkiri ülkelardagi atalmış Şinjan yerdan berilgan mutaxassislarni taklif qilib, Uyg'ur milliy tibobati bilan Xitoy an'anaviy tibobatini birlashtirib, Xitoy tibobatchilik kasbining taraqqiyotini texmi ilgari suradiganligini bildirgan. Xitoy Xinhua to'rining 7-ayning 4-cü gündəki xəbərdə bildirilishicha, atalmış Şinjan Jichun yangi energiya materialları cheklik shirkati batareya yasashga ishlatiladigan litiy karbonat material ishlab chiqarish turini yo'l qo'ygan bo'lib, yillik ishlab chiqarish miqdorini 120 ming tonnaga yetkazdi ekan. Bu tür Şərq Türkistanning Chaqiliq nahiyasida ishga kirishtirilgan bo'lib, umumiy mablag' summasi 4 milliard 600 million yuan bo'lgan. Bu qurilish 2022 yili 9-oyda rasmiy boshlangan. Bu qurilish 2 bosqich bo'lib ishga kirishtirildi ekan. Birinchi bosqichlik mahsulot ishlab chiqarish miqdori 60 ming tonna bo'lib, mo'ljallanishcha yillik mahsulot qiymati 18 milliard yuan yetadi ekan. Ikkinchi bosqichlik qurilish tamomlangandan keyin yillik mahsulot ishlab chiqarish miqdori 120 ming tonnaga yetkazildi ekan. Mahsulot qiymati 30 milliard yuandan oshadi ekan. İkinci bosqich qurilish 2024 yili 9-oyda rasmiy tamomlanib ishga kirishtirildi ekan. Bu litiy karbonat, litiy ionliq batareya ishlab chiqarishdagi muhim xom ashyo bo'lib, tok batareyasi va energiya saqlash qatorliq kasblarda keng qo'llanildi ekan. Xəbərlərimizi kökünə olaraq hörmət görüşküsə aman bulunlar. Xeyir xoş, Allah qamanet.